Assalomu alaykum. Bugun kistalar haqida gaplashamiz. Kista o'zi bu nima? Kista bu inson organizmidagi to'qimani ichidagi suyuqlik to'planishi natijasida hosil bo'lgan bir sharsimon, tufakka o'xshagan narsa. Ko'pincha u har qanday organda paydo bo'lishi mumkin va lekin ko'p holatlarda u tuxumdonda, jigarda, buyraklarda paydo bo'ladi. Ko'pchilik kistalar simptomsiz kechadi va uni tasodifan aniqlab, tekshiruvlar paytida bilib qolish mumkin. Tekshiruvlar ultratovush tekshiruvi, kompyuter tomografiyasi va rentgen yoki boshqa tekshiruvlarda aniqlashimiz mumkin. Kichik kistalar odatda bezovta qilmaydi, lekin katta kistalar esa noqulaylik tug'dirishi, hattoki og'riq berishi ham mumkin. Agar kistalar yallig'lansa yoki infeksiyalanadigan bo'lsa, u ko'proq kattaroq muammolarga olib keladi. Kichikroq kistalarni dori-darmon bilan bartaraf etish mumkin, lekin kattaroq kistalar bo'ladigan bo'lsa, ularni xirurgik yo'l bilan bartaraf etiladi odatda. Erta tashxis va esa davolashdan keyingi bo'ladigan asoratlarni oldini olishga sabab bo'ladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.